azaldan paydo bo'lgan bisyor o'yinlar, arg'imchoq dor o'ynash, toptosh shu katta kurash. Kel do'stim birgalikda milliy o'yin o'ynaymiz, o'zimizning zamonaviy qo'shiqlardan kuylaymiz. Bolalar, o'zimizda shuncha milliy o'yinlarimiz bor ekan, bilmay yurgan ekanmiz. Juda ham qiziqarlilar. Ha, undan ko'ra kelinglar, o'zimizning milliy shugina o'yinini o'ynab ko'ringlar. Mayli, qani kelinglar. Kim oladi yo shuginani yo? Kim oladi yo shuginani yo? Men olaman shuginani yo. Men olaman shuginani yo. Olamaysan shuginani yo. Olamaysan shuginani yo. Olaman shuginani yo. Olaman shuginani yo. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Shokir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Kim oladi yo shuginani yo? Kim oladi yo shuginani yo? Men olaman shuginani yo. Men olaman shuginani yo. Olamaysan shuginani yo.
ololmaysan shu gunani yo, ololaman shu gunani yo, ololaman shu gunani yo. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat, shokir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Kim oladi yo shu gunani yo, kim oladi yo shu gunani yo. Mana shu gunani yo, mana shu gunani yo. Ololmaysan shu gunani yo, ololmaysan shu gunani yo. Ololaman shu gunani yo, ololaman shu gunani yo. Botir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat, shokir bo'lsang ham o'zingni ko'rsat. Do'stlar, yurtboshimiz biz yoshlarga yaratgan 5 ta tashabbusga astoydil amal qilsak, biz kelajakda albatta buyuk inson bo'lamiz. Mana shunday zamonda jannat makon o'lganda bo'layotgandir bayram, keling ko'ramiz bahor. Yurtboshimiz bizlarga yaratgan katta imkon, 5 tashabbus yaratildi, barchamizga qaratildi. Unda bordir musiqa, sport va texnologiya, yana bordir kitobxonlik, hattoki chevarchilik. Har sohani egallab, katta inson bo'lamiz. Yurtboshim ishonchini biz albatta oqlaymiz. Qo'lni qo'lga beramiz. Do'stlar, milliy o'yinlarimiz nafaqat bizda, balki shahrimizning boshqa joylarida ham bo'lmoqda ekan. Yuringlar, barchamiz ushbu o'yinlarni tomosha qilgani boramiz. Qani keting.